kilo choyxona palov uchun 600 gram dumbani solib yaxshilab eritib olamiz. Dumba erigandan so'ng qizib turgan yog'ga piyozni tashlab yaxshilab qovuramiz. Piyozni qovura turib qizarguncha yaxshilab qovurib olib 2 kilo oshga 2,5 kilo go'sht, barra qo'chqor go'shtdan solib yaxshilab qovurib olsak, undan ham zo'r bo'ladi. Go'shtni suvi seli chiqquncha yaxshilab qovurib olib, keyin esa sabzini harakatini qilib, sabzini solamiz. Sabzini ham yaxshilab qovurib, sabzi o'lguncha tinmay aralashtiramiz. Bo'lmasa, teylarida yopishib qolgan piyozlari kuyib ketib qolishi mumkin. Tuzlarini solib, suvini solib, ziralarni solib, keyin oshchi guruchini solish harakatini qilamiz. Osh tiniqib qaynagandan so'ng guruch solib damlashga harakatini qilamiz. Yaxshilab 5-10 daqiqa guruch dam yegandan so'ng keyin oshni ochib aralashtiramiz. Har 10 daqiqada aralashtiriladi. Общий 3 marta aralashtiriladi. 3-marta aralashtirib damlanadi. Yaxshilab dam yegandan so'ng keyin ochib oshimizni tanovul qilsak ham bo'laveradi. Ahamiyat beramiz, guruchlarimiz oyoq cho'zgan bo'lishi kerak. Oyoq cho'zganni qayerdan bilamiz? Guruchni damlangandan so'ng urilsa dup qilingan ovoz chiqadi. Shu ovoz chiqqan osh har doim